lekin ko'p zalibi mamatdagi narsasi bu yoqqa oqib ketibdi. Filler zarar ekan deyotganlar mashinadan kelib chiqyaptimi? Insonlar tushunib olishi uchun 200 ming, 300 ming, 400 mingga lab qilishyapti-da. O'ylab qolasiz-da, o'zi mana bu dorini $150 ga olsak, misol uchun $150 ga olsak-da, biz buni necha pulga qilishimiz mumkin? Misol uchun ustiga babu qo'yamiz, qilamiz, to'g'rimi? Keyin oddiyrog'i bor. Mayli, buni $70-80 ga qilarmiz. $70-80 ga qilarmiz. Lekin hozirgilar ko'pi. Men hammasi demoqchi emasman. Yaxshi kosmetologlarimiz juda ham ko'p. Mana bu narsa bor-da. Bu body filler deyiladi. Tanaga qo'yiladi. Lekin buni bir xil ayrim kosmetologlar qilishyapti. 200, 300, 400 mingga qotgan kosmetologlar ham bor-da. Bu filler bitta odamga yetadi. Bu 20 taga yetadi. Ma'nosini tushunmasmi? Shpriska tortib olishyapti-da, labga qilishyapti. Shpriska tortib olishyapti-da, bu yoqqa qilishyapti. Shpriska tortib olishyapti, bu yoqqa qilishyapti. Lekin kim aldashyapti bular hozir? Body fillerni yuzga, labga qo'yib tashlashyapti. Lekin ko'p zalibi mamatdagi narsasi bu yoqqa oqib ketibdi. Filler zarar ekan deyotganlar mashinadan kelib chiqyapti. Ammo patsientlar tushunmaydi. Labga qilishadi, qamochqa bo'lib mana bunaqa dumaloq. Bu yotmaydi-da chunki. Yotmaydi bu. O'shaning uchun harakat qilinglar. Iltimos qilaman patsientlardan hozirgi meni ko'rib turganlarga. Korobkasini ochayotganda, nima ochyapsan, nima qilyapsan, qattiq degan savolni berishga harakat qilinglar. Yaxshi narsa, haldan premium bo'ladi, qamochqa qoldirmaydi, uzoqroq vaqt turadi. Arzonroq narsalar yaxshi yot beradi, vaqti sal kamroq bo'ladi. Vaqti sal kamroq deganda 3 oy, 6 oy turib beradi. Lablarda ham, o'zi umuman tanada ham.